Assalomu alaykum trakchi akalar, dispetcher akalar, charchamayapsizlarmi? Oxirgi hafta bizda yaxshi yangilik bo'ldi. Hammamiz xabarimiz bor. Hamma joyda e'lon qilindi. Tariflar 30% ga tushirildi Xitoydan kelayotgan yuklar uchun. Bu bizga qanday foyda tomoni bor degan joyimizga mana West Coastda yangilik chiqdi. West Coastga kelayotgan produktlar 300% ga oshgan, ya'ni kemalar va konteynerlar soni. Endi shu kemalarni va konteynerlarni o'z vaqtida tushirib bersa, Los Angeles portlari yoki Westdagi portlar, bu degani bizning marketimizga ancha yaxshi ta'sir qiladi va driverlarimiz yaxshigina daromad ko'radi. Driver daromad qilgandan keyin albatta dispetcher ham, kompaniya ham daromad qiladi. Hop, bungacha bo'lgan holatda, ya'ni 145% tariflarda Xitoydan tovarlar soni juda ham kamayib ketgandi. Portga kelgan ko'plab kemalar ham даже yuklarni tushirmasdan shu gigantlarni kelishini kutib turgandi. Shuning uchun yuklar soni kamayib ketgan, reydlar pasayib ketgandi. Endi Xudoga shukr, mana ikki katta akalarimiz sil topishdi, lekin bu ham endi vaqtincha deyapti. 3 oylik, lekin 3 oy ham yaxshigina daromad qilishga imkon beradigan vaqt. Shuning uchun driverlarni Westga olib kelinglar, yaxshi pul qilinglar akalar. Hammaga omad, ishlarga charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.